Bir sevishganlarning qissasini eshitib qoldim turklardan. Menga juda ham ma'qul keldi. Bo'lgan voqea ekan. O'zimga qanaydir yuragimga boshqacha ta'sir qildi. Shuning uchun bo'lgan voqealigi uchun ham shuni tarjima qilib aytib bermoqchiman. Vaqti bilan ikkita sevishgan bo'lgan ekanda, bir-birini juda qattiq yaxshi ko'rishar ekan. Layli va Majnun, Tohir va Zuhrodek. Bir-birisiz hech tura olmas ekan. Ancha yil bir-birini yaxshi ko'rib yurishib, sevishib yurib, oxir turmush qurishibdi. To'ylardan hech qancha vaqt o'tmay yigit bir tuhmat bilan qamalib qolibdi-da. Ancha yilga qamalibdi, ya'ni 20 yildan ziyod muddatga qamalibdi. Yigit qamalgandan keyin qiz uni har hafta ko'rgani borar ekanda. Birinchi marta ko'rgani bo'libdi birinchi hafta, ikkinchi martasiga, uchinchi martasiga, to'rtinchisiga keyin yigit aytibdiki, sen meni kutib umringni mana bu qamoqxonaning eshigini oldiga xazon qilmagin. Endi men chiqamanmi, yo'qmi? Agar chiqsam sog' salomat chiqamanmi? Sen umringni o'tkazib yuborma. Meni kutma, xohlasang boshqaga turmushga chiq, debdi. Qiz jon halak yig'lab orqaga qaytib ketibdi. Orqaga burilib ketayotgancha yigit, to'xta. Agar mabodo bo'ldiki, meni kutadigan bo'lsang, uyimiz eshigi oldida, ko'chada, ya'ni uy eshigining qatta eshigida oldiga akatsiya daraxti bor. Ana shu akatsiya daraxtiga qizil mato bog'lab qo'y. Men chiqsam, uyga qarab boraman. Uyimiz oldiga borganda akatsiya daraxtida qizil matoni ko'rsam, uyga kiraman. Agar qizil mato yo'q bo'lsa, bilamanki sen turmushga chiqqansan. Seni boshqa bezovta qilmayman. Orqatimga qaytib ketaman, debdi. Qiz yig'lab yugurib chiqib ketibdi. Oradan 20 yilni qancha muddat bo'lsa ham shu o'tibdi. Yigit ham endi chol bo'lib qolgan. Yoshi katta odam bo'lib qolgan, chol bo'lmasa ham qariyb bir 45-50 ga kirganda. Shuncha vaqt o'tib ketgan, chiqibdi. Uyiga qarab yo'l olibdi. Qishlog'iga boribdi. Yuragi bir halak qattiq urib, hali hayajonda bo'ladi-yu odam. Shunaqa bo'lib o'zini ko'chasiga kiribdi. Eshigiga qarab burilishga bitta ko'cha qolgan ekanda. Burilsammi, burilmasammi? Agar burilsam, o'sha qizil mato yo'q bo'lsa, tamom bo'laman deb zo'rg'a turib, oxiri majbur burilibdi. Shunday burilib qarasa, akatsiya daraxtida bir dona qizil mato emas, minglarcha qizil mato bog'langan ekanda. Ayol bir dona qizil mato emas, har bir kutgan kuniga bittadan qizil mato bog'lab chiqqan ekan. Erini kutgan ekanda. Shularni muhabbatiga, sevgisiga havasim keldi. Qandaydir menga boshqacha ta'sir qildi shu narsa. Mana shu videoni mana shunaqa qattiq sevishib, xuddi shulardek sinaladigan insonlar juda ko'p, shunaqalarga jo'natib qo'yinglar. Balki sabrli bo'lishliklariga ozgina bu ham bir turtki bo'lishligi mumkin, yordam bo'lishligi mumkin.